Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga Splendor degan o'yinning qoidasini tushuntirmoqchi. Bu o'yin bolalarga, cho'nglarga hammadan mos kelgan bir o'yin. Qoidasi nihoyat oson, lekin nihoyat qisqarliq. Bolalaringizlar yoki ota-onalaringizlar o'ynasangiz bo'ldi. Biz bunday o'ynaymiz. Bu o'yinni 2 dan 4 kishi o'ynag'uchi o'yin bo'ldi. 10-chi qopgacha o'ynamaysiz. Oldindan bu o'yindagi narsani bir tanishtirib o'tay. Oyun başlaştı burun maaşımda tız olmaz. Anladılan bu oyunda kartlar var. Kök, siyrak, yeşil, üç xil. Manada iniq çıkmaptı. Her birisinin aslında, her bir kartının aslında manda bir çekit var. Bu derecesini bildirdi. Şu an yeşil karta, birinci derecelik karta derecesini atıyorum. Onun için siyrak karta, ikinci derecelik, kök karta, üçüncü derecelik. Oyun başlanan vaxtı da biz bunu tertib boyunca tız olmaz. Onun için her bir ranglık, her bir dereceden 4 kartını içip meydan tizimiz. Şu an meydanda bizden gitmemiz için bu bazada 12 tane kartı oldu. Ondan keyin ma tarafdagi taxtalar, parchalar. Bular mehmon. Bular sizga numarab kelalaydi. Lekin erishim uchun oson emas. Buni tizgan vaqtimizda faqat o'yinchilarning soniga birini ortiq tizsaq bo'ldi. Masalan, hozir buni 3 odam o'ynaymiz desak, shu partiyadan mehmonlardan 4 tizsaq bo'ldi, shu qo'shilgan bir 4. Ondan keyin ustidagi rangarang yaqutlar bu o'yinning eng asosli bir manbasi. Shuna bularni shu ratosh tizib olamiz. Lekin o'yin qoidasi bo'yicha agarda 2 odam o'ynagan bo'lsangiz, biz shu har bir xil rangdan 3 tal yaqutni o'yindan chiqarib o'tishimiz kerak. Har birisidan 3 talni. Agarda 3 odam o'ynagan bo'lsangiz, har bir rangdan 2 navasangiz bo'ldi. Lekin buni qavatgan vaqtimizda oltin, sariq oltin bildirdi. Bu oltinga chiqolmaymiz-ku. Bu har qanday vaqtida 2 odam bo'lsin, 3 odam bo'lsin, 4 odam bo'lsin, bu har qanday vaqtida 5 talda turdi. Buni chiqolmaymiz. Qolgandan navasak bo'ldi. Shunga hozir biz 3 odamlikni 3 odamlik o'yinni tushuntirayotgan bo'lishqa har birisidan 2 talni avatishimiz kerak. Buni har bir rangdan 7 tal yaqut bor. Shunga 3 odamlik o'ynagan vaqtimizda 5 li qoldi. Qolganini bu o'yinning qutisiga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Mana shu har birisidan 5 tal bor. Bu o'yinning qoidasi nihoyat oson. Navbat sizga kelgan vaqtida 4 harakat bor. Shu 4 ning ichidan birini tanlab qila olasiz. Birinchi qilgan ish o'xshamaydigan rangdagi yaqutlardan, oltin emas, bu shunga yagra qo'yib qo'y. O'xshamaydigan 5 xil rangning ichidan har birisidan birini tanlab jami 3 tal yaqut ola olasiz. Masalan, bir yeşil, bir qizil, bir qora. Masalan, ma'naviyat yana men bunda ma'no oldim. Bu qila oladigan birinchi harakatimiz. 3 tal yaqut ola olasiz, rangi o'xshamaydigan bo'lishi kerak. Agar bazada qolmagan bo'lsa, buning amali yo'q. Onu alamayız degan gap. Hamda men patmaqanlik uchun men o'zimning narsani men qo'yib turay. Ikkinchi qilgan ishingiz, shu yaqutlarning ichidan o'xshash rangdan 2 ola olasiz. Masalan, ko'kdan 2 oldim. Bu yana bir harakat. Lekin buning bir qo'shimcha qoidasi bor. Agarda siz 2 tal o'xshash rangni olaman desangiz, shu eshib qolgan yaqutlarning soni 4 yoki 10 dan ko'p bo'lishi kerak. Masalan, 3 tal ko'p qolib qolgan vaqtida men buni 2 ni olmasam bo'lmaydi. Lekin 4 tal qolib qolgan vaqtida men 2 ni olmasam bo'ldi. Shunga men hozirgidek ahvollarda 2 tal ko'kni ola olmayman. Bu qila oladigan ikkinchi harakat. Uchinchi qiladigan harakatning birisi shu bozordagi kartadan birini yoki ichilmagan qatadagi kartadan birini zakaz qila olasiz. Zakazni qanday qilamiz degan vaqtida, masalan, men kartani zakaz qilmoqchi bo'lsam, men buni elib oltindan birini olaman. Undan keyin buni yotqizib turib, o'zimni oldiga qo'yman, oltinni undan keyin yana qo'yib qo'yman. Bu chiqmaydi, menga qo'yib qo'y. Bu zakaz qilish. O'yinning qoidasi bo'yicha aniq bo'lganda har bir o'yinchi 3 tal kartani zakaz qilsa, o'xshash vaqtida-ku. Masalan, birini zakaz qilib, birini bazaga qo'yib, o'zingizdan oldiga qo'yib, agar mana
ishlatsangiz bo'ldi. Lekin o'xshash vaqtida ancha qo'yganda 3 tal kartini mundaqsa zakaz qilib qo'ya olasiz. Har qatim zakaz qilgan vaqtingizda bir tal oltinga erisha olasiz. Bu oltinni har qanday vaqtida shu har xil rangdagi yoqutni o'rinda ishlatsangiz bo'ldi. Buni yana tushuntirma. Shunga bu qoidani unutib qolmang. Ancha qo'yganda 3 talla karta oldingizda zakaz tura oladi. Agarda oltin qolmay, men yana zakaz qilaman deb o'ylasangizmi, bo'laverdi. Lekin shu oltinga erishamaysiz. Bu 3-harakat. 4-harakat bozordan bir kart setib olish. Bu eng asosiy harakatning birisi. Bozordan kartani qanday setib olamiz degan vaqtimizda har bir kartaning ostida mush kartaga ketadigan yoqutlarning soni bor. Bu bahasi hisobda. Bunday aytganda, masalan, men bu olmos kartani setib olaman desam, buningga 2 tal ko'k yoqut, 2 tal yeshil yoqut, 1 tal qora yoqut to'lishim kerak. Undan keyin bu kartani setib olgandan keyin nim foydasi bor degan vaqtida, masalan, men hozir ortiq bir olmos kart setib olgan bo'lsam, men buni setib oldim qo'yma, to'laydiganni to'layman. Masalan, buning talab qilayotgani 2 tal ko'k, menda 2 tal ko'k bor. 2 tal yeshil, menda 2 tal yeshil yo'q, menda 1 tal yeshil bor. Lekin menda oboqi oltin bor. Shunga men buni yeshilni o'rniga ishlasam bo'ldi. Shunga menda hozir 2 yeshil, 2 ko'k bo'ldi. Undan keyin 1 tal qora debdi. Men o zapas bankamdan 1 tal qorani oldim. Shunga jami men 5 tal yoqut to'lab, ma kartaga erishdim. Undan keyin bularni banka qaytarma. Qaytarib to'lab bo'lgandan keyin ma kartani oldim qo'yma. Bu karta hozir menga 1 tal olmos beradi. O'yin oxirlashguncha bu olmos kuchga bo'ldi. Buni qanday tushundiramiz deganda, masalan, men yana keyin ma kartani setib olmoqchi vaqtida, bu qora yoqutniki. Bu 1 tal olmos, 1 ko'k, 1 yeshil, 1 qizil yoqut talab qildi. Unda vaqtida menda olmos bo'lganligi uchun shunga men mana bir olmosni to'lamayman. Chunki menda bor. Men faqat shu 3 yoqutni to'lasam bo'ldi. Undan keyin men ma'noga erishmayman. Undan keyin bunga erishgan vaqtida menda 1 tal olmos va 1 tal qora yoqut bor bo'ldi. Masalan, keyin men ma kartani setib olaman degan vaqtimda, bu mendan 3 olmos, 3 yeshil yoqut, 2 qora yoqut talab qildi. Menda hozir 1 qora, 1 olmos bo'lganligi uchun maylilik faqat 2 tal olmos, 3 tal yeshil va 1 tal qora to'lsam bo'ldi. Har bir qatam, masalan, men abay ma kartani setib oldim. Buni setib oldim qo'ygandan keyin cho'qim bozorga darhol yana bir kartni to'liqlab turishim kerak. O'xshash darajadagi hujum boshqalar kesamaydi. Agarda bu tugab ketsa, qurqib qolsa amal yo'q. Buningga setilib qolgandan keyin tugdi ham qaytilmaymiz. Chunki bunda ahvol 4 odam o'yin vaqtida jiq uchraydi. Shu bo'libmi birinchi darajali kartlar setilib tugaydigan ishlar ham uchrab turdi. Undan keyin o'yin mushtaraqida davomlanib, masalan, ba'zi kartlarning ustida bunday nomerlar bor. Darajasi tuvanroq kartlarda jiq emas bir nomer yoki yo'q, ko'pincha yo'q. Ama ikinci derecelik kartlarda 3'ten 1'gacha shunday nomerlar bor. Ama 3. derecelik nomerlarda 5, 3, 4 aşağı o'xshamaydigan nomerlar bor. Shu nomerlarni yig'ib, eng oxiri kim eng oldi bilan 15 nomerga erishsa, shu o'yinni utib chiqadi. O'sha o'yin vaqtida buningga 20 minut yoki yarim soat ketishi mumkin agar astroq o'ynasangiz. Eng oxirida malani tushuntirib o'tay. Bu mehmonlarni qanday qilamiz degan vaqtimizda bu mehmonlarga o'xshash bir yoqut talab qildi, lekin bularning talab qildigani sizning diqqat qilgan bo'lsangiz mumkin, bu kartani bildirdi ma kvadrat. Ma o bozordagi yoqutlar toshlarni talab qildi. Lekin mehmonlar kart talab qildi. Buni demakchi o'g'ini, men mehmonni taklif qilishim uchun menda o'zim setib olgan kartlarning ichidan 4 qizil yoqutli karta, 4 yeşil yoqutli kartı bo'lishi kerak. Mesela qizil yoqutli kartlar degan mandaq bo'ldi. Ustida qizil belgisi bor. Yeşil yoqutli kartlar degan mandaq bo'ldi. Shunga men buni taklif qilishim uchun oz deganda menda 4 tal qizil karta, 4 tal yeşil karta bo'lishi kerak. Har bir mehmon 3 numara olib keladi. Siz shu mehmonning talabini qondirgandan keyin o'zingizning harakat oxirlashgan zaman shu mehmonni taklif qilib oldingizga qo'ysangiz bo'ldi. Agarda mush mehmon orqali sizning 15 numarani to'ssa, o'yin darhol oxirlashadi. Undan keyin qolganlarning hammasi undan keyin narsadan beshiq turib nomerlarni hisoblasa bo'ldi. Hamda siz boshda utib chiqqan bo'lasiz.
Mana bu o'yinning butunlay to'liq qoidasi. Agar qiziqsangiz situatsiyangiz bo'ldi, bu o'yinni 25 yevrolar atrofida bozadi. Nihoyat qiziqarli. Cho'nglar, kichiklar hammasidan o'ynay oladi. Biz o'zimizni bek yaxshi ko'ramiz. Unda bo'lsa kerakli videolarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.